Hammaga salom. Bizda bugun yil g'oyasi yevro dollar valyuta parasi. Signal kanaliga signal berdik bizda. Juda zo'r pozitsiyada biz hozir. Xo'p, bizda yevro dollar long ketyapti. Biz yaqinda longda bu yerda tekimiz olgandik va darsda davom etdi. Xo'p, qanaqa yil g'oyasi bo'ladi? Xo'p, mana shu уровеньdan men kutyapmanki, yana biroz long bo'lishi mumkin tepaga. Va mana shu zonadan, ya'ni отбой, это сложный pробой bo'lishi mumkin. Bitta bar yoki ikkita bar yoki ko'proq bar. Ya'ni qanday bo'lishi mumkin? Pробой qildida turadi va ketdi. Bizni take profitimiz mana 0.680. Ya'ni mana shu joygacha shortni kutaman. Xo'p, endi biz qanday kirishimiz mumkin? Hammani tajribasi har xil. Bizni signal kanalida bolalar уже kirishdi. Ularni hozir aytib o'tayman qanday kirishdi. Men sizlarga boshqacha osonroq bo'lgan va ancha xavfsiz bo'lgan bir usulni aytaman, metodni. Misol uchun mana shu joyda hozir belgilaymiz. Tekacha bo'lgan masofani olib boramiz. Mana shu уровеньgacha. 0.680 mana. 0.682, 80 примерно shugacha belgiladik. Misol uchun hop necha punkt ekan? Okay, 531 punkt. 531 punkt bizda tag bor. Endi siz shunaqangi stop qo'yingki, yana xuddi shunaqa, ya'ni 530 punkt, 530 punkt stop qo'yasiz. Shunda 1 ga 1 bo'ladi. Соотношение mana 1 ga 1 bo'ladi. 0.9 bo'lgan. Ya'ni stopga borsa o'sha minusingizni olasiz, tekka borsa tekingizni olasiz, faqat 1 ga 1. Ya'ni stopingiz mana shu уровеньga qo'ysangiz, mana bu narxiga, ya'ni 17.39 ga qo'ysangiz, sizni riskingizni oladi. Misol uchun mana shu riskda 100 dollar qo'ysangiz bo'ladi. Shunga borsa 100 dollar zarar qilasiz, tekka kelsa 100 dollar foyda qilasiz. 1 ga 1. Tekka borish ehtimoli juda ham yuqori. Ya'ni bu yerda kattaroq risk qilsa bo'ladi. Lekin men 100% risk qilishdan qochaman, ya'ni tavsiya qilmayman. Yana bir bu yerda zapas bo'lishi kerak. Zapas xoda deyiladi. Misol uchun sizda stopingiz borda, mabodo bozor shunchalik yomon bo'lib yoki narx oshib ketsa yevro dollarda, mana shu stopingiz olsa, sizda yana bitta order bo'lsinki, bu запасной, ya'ni endi lotni ko'paytirasiz, 2 barobar lotni ko'paytirasiz, tekni yana tushirib qo'yasiz. Yana shu joygacha. Stopda xuddi shunaqa yana 1 ga 1 nisbatda olib chiqasiz. Ya'ni 1 ga 1 nisbatda bo'lishi kerak. Mana. Bunlar bu ideya такой yillik ideya. Ya'ni 1 yil ichida mana shu g'oyani amalga oshiramiz. Shu bo'ladi. Bu ikkinchi variant, bu birinchi ssenariy. Bu ikkinchi ssenariy. Birinchi ssenariy bu o'xshash ehtimoli juda ham yuqori. Birinchi ssenariyda, ya'ni mana shu joydan short olasiz. Stop olgan taqdirda ikkinchi ssenariyni kutib olamiz. Ya'ni bu ham bizni ideyamiz. Traderda har doim shu ssenariy tayyor bo'lishi kerak bozorga. Endi bu stopini olishi, ya'ni ikkinchi ssenariy stopini olishi bu juda ham katta kuch kerak. Ya'ni bilmadim nima bo'lishi kerak. Ya'ni odatda birinchi ssenariydan o'tmaymiz. Mana shu yil g'oyasi short kiramiz yevro dollarga. Xohlasiz demoda ishlang. Real shotingiz bo'lsa, qanaqadir depozitni risk qilib ishlab ko'rsangiz bo'ladi. Bu juda ham katta imkoniyat. Bunaqa holatda yilda 1 marta, 2 marta bo'ladi xolos. Va biz o'shaqa yillarda yaxshigina daromad qilamiz. Demak, yevro dollar tak. Short yozib chiqaman. Qaysi narxdan? Mana shu narxlardan plus minus 10 punkt yursa bo'ladi. Ya'ni 12.04 shu atrofdan ishlasangiz bo'ladi. Biroz kutsangiz balki proboy bo'ladi, ya'ni tepaga o'shanda, ya'ni yuqori narxdan kirib olsangiz ham bo'ladi. No, shu maslahatim yevroga 12.14 dan 12.14 atrofida kirsangiz bo'ladi shortga. Xo'p. Take profit. Stop lossimiz
1 o'n yettiyu 39. Mana shu bizda ideya. Bu birinchi ssenariy uchun ideyamiz. Ikkinchi ssenariyga men yozmayman, chunki bu bo'lishi judayam kam ehtimol ikkinchi ssenariyda. Но biz zapasga olib qo'ydik. U videoda ko'rayotganlar inobatga olib qo'yish kerak, yozib qo'yish kerak, trading jurnaliga birorta bloknotga, ikkinchi ssenariyda ham. Bizda hozir birinchi ssenariy tayyor. Kuzatamiz bugun 10 aprel qanday bo'lishini, qayergacha borishini va qancha vaqt kerak bizga shu tek olgani. Hammaga rahmat. Sog' salomat bo'ling.